Amin. Yani Parvardigara qilingan xayr ihsonlar, o'qilgan xatmi Qur'on, tilovati Qur'onlarning savobidan o'tgan barcha mo'min va mo'minotlarni rahmat aylagin. Parvardigara xususan bugun yodnomalarni qilib turgan qiblagohimiz Muhammad Yusuf hoji domlamizni ushbu savoblardan o'zing bahramand aylagin. Bu savoblarni olib bu kishining oxiratdagi martabalarini ko'tarilishiga sababchi bo'lishini nasib etgan. Bu kishining yotgan joylarini jannat bog'laridan bir bog'chaga aylantirgan. Qabrlarini nur aylagan. Oxiratlarini obod qilgan. O'zlarining iymonlari, ibodatlari, amal solihlarini hamroh aylagan. Bu kishi yo'qlab qo'yayotgan bizning xayr ihsonlarimizni, duo fotihalarimizni dargohingda qabul aylagin. Parvardigara qolganlarni barchalarini, xususan ushbu marosimga qadam bosib kelgan azizlarni hammalarini, bu yerda hozir bo'lib o'zingga qo'l ko'tarib turgan bandalaringni barchalarini, bola-chaqalari, qarindosh urug' hech aqrabolari bilan sog' salomat tinch-omon qilgin. Turli ofatlardan, xavf xatarlardan o'zing asragin. Umurlariga, rizqlariga, kasblariga baraka ato qilgin. Xonadonlarida qut baraka, fayzu futuh, iymon, e'tiqod, taqvo, ibodat bardavom bo'lishini nasib etgin. Parvardigara olam bu yerda xizmat qilgan azizlarni ham, aka ukalarimizni hammalarini ixlos bilan qilgan xizmatlariga yarasha ajr savobdan bahramand aylagin. Bu ehsonga o'z hissalarini qo'shgan azizlarimiz bor. Bu yerni tashkil qilishda bosh bo'lgan xizmat qilganlarimiz bor. Hammalarini Parvardigara ixlos bilan qilgan xizmatlari, xayr ehsonlari ajr savobini ko'paytirib bergan. Parvardigara olam o'zingdan yolborib so'raymiz. Biz hojatmand bandalarimiz. O'zingda hojatlarimiz ko'p. Hojatlarni chiqaruvchi o'zingsan. Hojatmandlarning hojatini o'zing chiqargin. Parvardigara olam ichimizda bemor dardmandlarimiz bor. Ularning dardlariga o'zing shifoi komil bergin. Shifoi g'oyibiy bergin. Parvardigara ularni sog'ayib tezda ko'rmaganday bo'lib ketishlarini nasib aylagin. Parvardigara olam ichimizda boshiga mushkul tushganlar bor. Ularning mushkullarini o'zing kushoyish aylagin. İçimizde musafiri borlar bor. Ularning musafirini o'zing hozir aylagin. Parvardigara olam el yurtni tinch-omon qilgin. Aziz vatanimizni jannat makon qilgin. Xalqimizni o'zingning roziligini topadigan xalqlardan bo'lishini nasib aylagin. Dehqonlarimiz, ziroatchilarimiz, kasbdordagi azizlarimizni hammalariga, dehqonlariga, dehqonchiliklariga, ziroatlariga, kasbdorlariga baraka ato qilgin. Hosillarimizni mo'l bo'lishini nasib aylagin. Dasturxonlarimizni to'kin sochin bo'lishini nasib aylagin. Xalqimizni tinch-omon bo'lishini nasib qilgin. Parvardigara olam o'zingdan yolborib so'raymiz. Hammalarimizni o'zingni rozi bo'ladigan ishlarni qilib borishimizni nasib etgin. Parvardigara hammalarimizni iymonda, islomda sobit qadam qilgin. O'zingni hidoyatingdan ayirmagin. Bu yerda mana tilovat qilib xalqimizga o'zingning kalomingni chiroyli bir go'zal ravishda taqdim etgan qadrdonlarimizni ham zehnlarini yana ham o'tkir qilgin. Hofizalarini yana ham kuchli qilgin. Doim ravishda Qur'on xizmatini qilib Qur'on nurini taratib yurishlarini nasib etgin. Ularga o'xshagan qorilarimizni sonini ko'paytirgin. Ularni tug'ib o'stirgan ota-onalari, tarbiyalab qori qilgan ustozlarini ham Parvardigara ajr savoblardan, yuqori martabalardan bahramand aylagin. Parvardigara olam bu ta'ziya munosabati bilan bizga ta'ziya bildirgan, ko'nglimizni ko'targan, otamizni haqqiga duolar, fotihalar qilgan, Qur'on o'qigan, zikr qilgan, marsiya aytganlar hammalarini Parvardigara ajr savoblarini o'zing ko'paytirib bergan. Parvardigara mo'min musulmon bandalaringni ichida ahd inoqlikni o'zing joriy qilgin. Do'st birodarlikni o'zing joriy qilgin.
turli ko'ngilsizliklardan asragin, xususan dinimizda adashishlarni asragin, adashganlarni to'g'ri yo'lga o'zing boshlagin. Parvardigor hammamiz o'zingning Qur'oningga amal qilib, payg'ambaringning sunnatiga ergashib, o'tgan mujtahid ulamolarimizni mazhabida yurib, ahli sunna va jamoa bo'lib, ahli inoq holda baxtli saodatli turmush kechirib, oxiratga ham yorug' yuz bilan borishimizni nasib etgan. Parvardigor hammalarimiz umid bilan farzand boqmoqdamiz. Farzand tarbiya qilmoqdamiz. Farzandlarimizni o'zimiz orzu qilgandan ham yaxshi insonlar bo'lib yetishini, chin musulmonlar bo'lishini, haqiqiy mo'minlar bo'lishini, o'zingni tanib, shariatingga amal qilishlarini nasib etgan. Parvardigor olam, mana shu yerda turgan azizlarni hammalarini o'zingdan yolg'iz so'raydigan so'rovlari bor, tilaydigan tilaklari bor, qiladigan orzulari bor. Parvardigor, o'zing beruvchisan. Tilagimizdan yaxshisini bergin, orzumizdan ulug'ini bergin, so'rovimizdan buyugini o'zing ato qilgin. Eng muhimi o'zingga ibodatda bardavom bo'lishini nasib etgin. Iymonda, islomda sobit qadam qilgin. O'zingni hidoyatingdan ayirmagin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azaban nar. Va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. رحمة تشكر سلامة ولله شكر